Assalomu alaykum aziz do'stim. Ismingiz nima? Ismim nimaligi muhim emas. Muhimi men bu yerga yondiradigan kapsaitsin olib kelganman do'stim. Olg'a. Ay. Nimasi bo'ldi bu? Tezroq miyani ogohlantirish kerak. Miya, bizda muammo bor. Og'izda yong'in, qaytaraman. Og'izda yong'in. Boshing toshdan bugur. Miya gapiradi. Burun eshityapsanmi? Aloqaga chiq. Chiqaradigan biror narsang bormi? Hozir yo'q, lekin agar xohlasangiz ishlab chiqaraman. Yaxshi. Iloji boricha ko'p suyuq shilliq chiqar. Bu olovni tezroq o'chirishimiz kerak. Hozir yes qilamiz, xo'jayin. Ko'zlar tutib turishdan foyda yo'q. Ko'z yoshini chiqaring. Xo'p, kapitan. O'zi Bavariya Barsaga 8 ta gol urganidan beri yig'laganimiz yo'q edi. Bizda anchagina zaxira yig'ilgan. Yuzning ter bezlari. Bu haroratni sizlardek boshqa hech kim tushira olmaydi. Bor terni yuzaga chiqaring. Buyruqni bajaramiz, xo'jayin. Men lekin hech narsa qila olmayapman. Yo'l to'silgan, yurishning imkoni yo'q. Ko'proq burundan shilliq, ko'zdan yosh, bezlardan ter, yigitlar chaqal-chaqon qimirlaymiz. Salom oshna. Menga og'izda og'riq hisobiga stressdan xalos bo'lishing uchun tinchlantiruvchi massaj qilib qo'yaman. Bo'ladimi? Rahmat birodar. Bu tanani boshqarish turgan bitgani g'alba. Kerakmi, ko'k kerak, bizdan sizga kim kerak? Hamandan boshqa hech kim yo'q. Shunday qilib biz yo'lning oxiriga yetib keldik. Menda faqat bitta patron qoldi. Lekin Mike Tyson aytganidek, ketsam ham tishlab ketaman. Yashasin kapsaitsin.